My friend. Qoyil. 10 yil bo'ldi ya Toshkentga kelmaganingga. Ketdingmi? Let's go. O'zimizni tabiat ketmaydi-da. Aktyor, mashinangda nimadir sasiyaptimi? Rostdan-a? Yo'q. Esizmayapman lekin. Bu proyektni ishi tugadi. Keyingisini ko'rsataman. Yaxshi. Nimadir sasiyaptimi? Keyingisini ko'raylik. O'tirib salla hali ham Farhod. Mancha Yevropada tajribani qitchuvlardan o'rganib kelganman. Bir vaqtda o'zdachi, bir emas, 3 ta kompaniyada ishlagan vaqtlarim ham bo'ldi. Xos. Nimadir sasyaptimi? Oynani oching. Issiq u. Och. Yomon sas ketdi lekin bor. Hormaylar. Nima sasiyapti? G'alati hid kelyaptimi? Sezyapsizlarmi? Sasiyapti nimadir? Menga qara. Qildilaring kelganimdan beri hamma sasiyapti deysan. Nima sasiyapti o'zi? Zafar qo'y og'ayni, qo'y iltimos. Hech bo'lmasa sen gapir, nima sasiyapti? Qo'yvor aytaman. Qo'yvor. Tiling sasiyapti og'ayni. Shu kelganingdan beri sasiydi-da. Qanaqa aytishni bilmay turdik. Of. Dahshat. Bu tilingizni chertib yoribsiz-ku? Nima? Voy So'kinmang, hozir tilingiz uzilib tushadi. doktor, nima qilaman endi? Birinchidan so'kinmang. Ikkinchidan g'iybat qilmaysiz. Keyin o'zi sekin-sekin yaxshi bo'lib ketadi. Voy. Yon sanma. Hay. Yonmas. Qo'p qo'ygan. So'kinma.